Imom Mahdi bu Muhammad alayhisalomning ummatidan chiqadigan kishi. Mahdi Fatima radhiyallohu anhoning zurriyotlaridan bo'lishi mashhur. Aksar ulamolar u Hasan ibn Alining naslidan bo'ladi deb hisoblashgan. Ba'zilar esa u Husayn ibn Alining naslidan bo'ladi deyishgan. Alloh bilguvchiroq, lekin Abu Dovudning rivoyatida uning ismi payg'ambarimizning ismlari bilan bir xil ekanligi, uning otasining ismi ham payg'ambarimizning otasining ismidek bo'lishi kelgan. Ya'ni uning ismi Muhammad ibn Abdulloh. U qayerdan chiqishini Alloh yaxshiroq biladi. U qayerdan chiqishi haqida bizda ilm yo'q. Va ba'zi rivoyatlarda Alloh uni tunlarning birida tanlab oladi deyilgan. Tunda Alloh uni tanlab oladi. Ya'ni u odamlar bilan bo'ladi va Alloh uning qalbini ochadi va barcha ummat uning atrofida jamlanadi. Va mana shu Mahdi, tabiiyki biz ahli sunna Mahdi chiqqan vaqtda unga yordam beramiz. Bu rostdan ham Mahdi ekanligi tasdiqlansa albatta. Bu haqida shiyalar aytayotgandek emas. U 12-imom, hozir ham tirik, u 1250 yoshda. Bu gaplarning barchasida hech qanday qiymat yo'q. Sahihi shuki, bu inson Muhammad alayhisalomning ummatidan bo'ladi va Fotimaning avlodidan. Tunlarning birida Alloh uni tanlab oladi va ummat uning oldida jamlanadi. Shunda Iso alayhisalom tushadi va u payt Mahdi musulmonlar bilan bo'ladi. Shuningdek, Iso alayhisalom uning ortida farz namozni o'qishga kelgan. Bundan keyin esa Iso odamlarga amir bo'lib boshqarishni boshlaydi.